saflarni tashab namoz o'qish. Juma namozida oftob bo'lgani sababli, ya'ni issiq bo'lgani sababli oldindagi birinchi, ikkinchi saflar ochiq qoladi. Shu holatda keyingi safdagilarning namozi durust bo'ladimi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bu bugunni juda ham dolzarb savoli bu. Hozirgi paytda kun issiq bo'lganda juma namozlarida katta masjidlarda ham yoki kichkina masjidlarda ham namozxonlar o'zlariga qulay bo'lgan kichkina burchak joydagi, demak, daraxt tagiga yoki bir soyali joyga namoz o'qib olishlikni o'zlariga odat qilishgan. Shu yerda bir oldindan ta'kidlab qo'ymoqchiman. Masjiddagi asosiy qavmning safidan o'rtada bir arava o'tadigan, deylik, kengroq mashina o'tadigan darajadagi yo'l miqdorichalik joy qoldirib keyin u yoqda iqtido qilinsa, u keyingi iqtido qilganlarning Ibn Abidin rahmatullohi alayhining gaplariga ko'ra keyingi iqtido qiladiganlarning namozi durust bo'lmaydi. Ayniqsa u uzoqlarga turib olganlarniki umuman durust bo'lmaydi. Ha, sunnatni o'sha soyada o'qing. Lekin farzga kelganda o'sha asosiy qavmning safiga yaqinroqqa kelib, o'sha safga ulanib, o'sha saf bilan birgalikda namoz o'qish kerak bo'ladi. Shuning uchun hozirgi mana shu yerda bir qat'iy ta'kidlab qo'ymoqchimiz. Safda ho yomg'ir bo'lsin, ho qor bo'lsin, ho osmonda issiqlik tufayli bo'lsin, mayli o'sha paytda sunnat namozlarini alohida o'qib olsangiz mayli, lekin farzga asosiy qavmni jamoatga borib safga qo'shilishingiz shart bo'ladi. Bu juda ham jiddiy masala. Qiynalib, mashaqqat bilan juma namoziga yoki boshqa 5 vaqt namoziga borasizda, keyin safdan ajralgan holatda boshqa joyda o'qiysiz va namozingiz durust bo'lmaydi. Shundan o'zingiz ehtiyot qiling. Allohu a'lam bissavob. Demak, o'sha juda ham jazirama bo'lsa, sog'lig'i ko'tarmasa, sunnatni soyada o'qib, farzga iqtido qilib 2 rakat, keyin yana sunnatni soyada o'qib olsa, bu farzga ulanmasa bo'lmaydi. Azizlar, diqqat qilamiz, juda ham ko'p ko'rilyapti bu holat. Namozimiz durust bo'lmay qolishi mumkin.